Nima uchun vitiligo kasalligi hozirgi kunda ko'payib bormoqda va yosharib bormoqda? Siz nima deb o'ylaysiz? Tasavvur qiling, hozirgi kunda deyarli har bir insonda stress, ruhiy zo'riqish va doimiy tashvish holatlari mavjud. Stress faqat asabga emas, ba'zan teringiz rangiga ham ta'sir qiladi. Tashqi muhit ta'siri kuchaygan sari immun tizimimiz izdan chiqadi. Natijada autoimmun holat yuzaga keladi. Unda immun hujayralarimiz o'zimizning rang beruvchi melanosit hujayralarga hujum qiladi. Natijada vitiligo kasalligi yuzaga keladi. Kasallik endigina boshlanganda uni to'xtatish va samarali davolash mumkin. Ammo u tana bo'ylab keng tarqalganda davolash ham shunchalik qiyinlashadi. Vitiligo asosan immunosupressiv preparatlar va fototerapiya yordamida davolanadi. Hozirda esa klinikamizda vitiligo kasalligini davolashda etipatogenetik yondashuvga asoslangan modifikatsiyon usullar ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan Needle, Punto va modifikatsion PRP usullarini fototerapiya bilan birga kombinatsiyalashtir. Kasallik etiologiyasiga immunologik chuqur yondashish kasallikni bloklashni kafolatlaydi. Agar sizda vitiligo kasalligi bo'lib va siz reklamalardagi dorilarni qabul qilib yurgan bo'lsangiz, biz sizga Yevropa standartlaridagi zamonaviy davolash usullarini taklif qilamiz. Agar ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoni saqlab qo'ying va yaqinlaringizga yuborishni unutmang.